Bugungi Intellect School mehmoni kutib olamiz Rasul Kusherbayev. Aytsam shuni aytamanki, agar qayta tug'ilish imkoni bo'lganda ham men kasb o'rganishga harakat qilgan bo'lardim. Kasb juda ko'p narsani hal qilyapti. Men 17 yosh bo'lganimda IT sohasi bo'yicha chuqurroq o'rgangan bo'lardim. Men o'zim yaxshi kasb o'rganmoqchiman, men bo'yicha bilimni oshirmoqchi, shu bo'yicha mutaxassis bo'lmoqchiman degan odamga ishonaman batafsil. Xususiylarning imkoniyatlari ta'lim sifati yaxshi. Xususiy maktabga borgan bo'lsam, albatta davlat maktabidan ko'ra kuchliroq, yaxshiroq. Va shunday bo'lgani uchun bolalar o'rga kelyapti. Agar xususiy maktab o'zi yaxshi bo'lmasa, ota-onani tekin davlat maktab o'qitib turgan joydan bolasini sug'urib olib betga bermaydi. Agar xususiyga talab bo'lmaganda 1 yil ishlamay yoqilib ketardi. Bu yildan-yilga ko'payyapti va ota-onalar farqini sezyapti. Hatto men bolalarni olib xususiyga berganman.